Farzandi ko'p telefon o'ynaydigan ota-onalar ehtiyot bo'ling. Farzandingizni kelajakda aqliy zaiflik va boshqa tengdoshlaridan ortda qolishi kutyapti. Ko'p ota-onalarning farzandi haqida shikoyati: "Doktor, farzandim asabiy, doktor, farzandim yig'loqi bo'lib qolgan, diqqatini 1 minut bitta joyga jamla olmaydi, telefon bermasa umuman 1 minut ham o'tirmaydi, rosa injiqlik qiladi" deyshadi. Bu narsa haqiqatdan o'zi muammomi yoki nerv tizimi noto'g'ri rivojlanyaptimi? Bu narsani aniq ajrata olishimiz kerak. Chunki nerv tizimi tug'ilganda oppoq daftardek gap. U sekinlik bilan rivojlanib boradigan narsa. Uni siz qaysi yo'nalishga rulini bursangiz, shu yo'nalishga qarab ketadi. Sal injiqlik qilsa yoki bo'lmasa har xil qilganda, u joyga borganda ovozing o'chsa bo'ldi, "Mah, telefon" deb qo'yadigan bo'lsangiz, bola unga moslashadi. Sekin-sekinlik bilan u YouTube'da ko'radigan har xil multfilmlari yoki bo'lmasa animatsiyalar natijasida hozirgi bilamizki, multfilmlar juda tez kadr almashadi. Bunda xohlaymizmi yo'qmi, bolani diqqatini bir joyga jamla olmaydi. Bu narsa bolani aqliy zaiflikka ham olib borishi mumkin kelajakda. Chunki diqqatini bir joyda o'tira olmaydi, uni ushlaydi, buni ushlaydi, telefon ko'radi. Shu natijasida sekin-sekinlik bilan bolani uyqusiga ta'sir qiladi, nerv tizimiga ta'sir qiladi, bola yig'loqi, asabiy, jizzaki bo'lib qoladi. Bu narsalar yoshlikdan ota-onani to'g'ri yo'naltirishiga bog'liq. Har doim bolaga telefon berib qo'yish noto'g'ri yoki multfilmlar ko'rgan taqdirda ham o'rgatadigan, bilim beradigan multfilmlar bo'ladi. Kadrlar juda sekinlik bilan almashadi, bolani diqqatini buzmaydi. Bu narsalar sekinlik bilan bolani aqliy va jismoniy rivojlanishini ham to'g'ri olib borishda katta yordam beradi. Ikkinchi sabab, bunga xuddi yuqoridagi aytganimizga bog'lasak bo'ladi. Gadjetlar bilan mashg'ul bo'lganligi uchun bolalarda harakat kam. Ya'ni jismoniy harakat bilan, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish deyarli nolga teng bo'lib qoladi. Avvallari, misol uchun, farzandim bo'sh qolmasin deb sportga berilardi, har xil to'garaklarga berilardi. Hozir farzandi bo'sh qolsa, planshet, telefon sirazu qo'lida. Bu narsalar bolani motorikasini yaxshi rivojlanmasligiga sabab bo'ladi. Misol uchun, biror sportga borsa yoki oddiy futbolga borsa, yuguradi, jismoniy chiniqadi, mushaklar rivojlanadi, to'g'ri to'pni yo'naltirishni o'rganadi yoki bo'lmasa shaxmat desak, shaxmatda miya rivojlanadi, motorika, qayerga nima yurish kerak, hamma narsasini bola kontrol qilishni o'rganadi. Uni o'rniga bola ertalabdan kechgacha uyqu vaqtidan oldin ham ertalab uyg'onishi bilan ham telefon o'ynab o'tiraversa, bu narsa bolani aqliy jihatdan 100% orqaga tortib ketadi. Bundan tashqari, ko'p ota-onalar farzandiga hozir o'yinchoq olib berishda noto'g'ri tanlov qilishadi. Ko'pincha bolalarning yoshiga qarab o'yinchoq olganda har xil yig'iladigan legolar yoki konstruktiv o'yinchoqlar berish kerak yoki mozaikalar bolani aqliy va rivojlanish motorikasini, qo'l harakatlarini ham rivojlantiradi. Misol, oddiy mozaika har xil kesilgan bo'ladi, bola uni har birini teshigiga qo'yib chiqish kerak. Bunda mayda motorikalar yaxshi rivojlanadi. Yoki bo'lmasa katta yig'iladigan konstruktivniy o'yinchoqlar, buni ham motorikani, miyani rivojlanishini yaxshilaydi. Bizda hozirgi vaqtda bolada bir xil o'yinchoq, ya'ni o'g'il bola bo'lsa mashina, qiz bola bo'lsa qo'g'irchoq olib beriladi, lekin aqliy faoliyatni rivojlantiradigan o'yinchoqlar olib beradigan ota-onalar kam. Bor, lekin kam. Keyingi masala, ota-onalarning farzandi bilan muloqoti hozirgi paytda juda ham kamayib ketyapti. Bu dolzarb muammo. Ota-ona ishdan keladi, telefon bilan mashg'ul bo'ladi, farzand dada, oyi oldida girdi kapalak bo'ladi, o'ynagisi keladi, gaplashgisi keladi, ota-ona nima qiladi? Telefonni o'ynaydi, xalaqit bermay tur, ishdan keldim, charchadim, YouTube ko'radi. Shu masala bilan bolani u bilan gaplashadigan odam bo'lmaydi. Bola bilan gaplashish kerak, muloqot qilish kerak. Kerak bo'lsa o'tirib, unga she'rlar yodlatish kerak. Bizda bog'chaga boradi, bog'chada she'r yodlab kelmadingmi deyshadi. Uni bog'chada emas, bu tarbiyalarni uyda berish kerak. Bolaga kerak bo'lsa emas, zarur uyqudan oldin ertaklar o'qib berish kerak. Bolani miya faoliyatidagi so'z boyligi ortadi. Bolaga qancha ertaklardagi har xil so'zlar ishlatiladi, bola bilan gaplashganda so'z boyligi ortganligi uchun tili biyron bo'ladi, harflarni ham, nutqi ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Bu narsalarda ota-onalarga yana maslahat berib qolaman, farzandingizga ko'proq vaqt ajratib, farzandingiz bilan ko'proq muloqot qiling. Ular siz bilan muloqot qilmasa, kim bilan muloqot qiladi? Bog'chaga borganda o'ziga o'xshagan 4 ta 5 ta so'zni biladigan bola bilan hech qanaqa muloqotga kirisha olmaydi. Shu sababli hozirgi paytda bolalarda nutq orqada qolishi ham yuzaga kelyapti. Ota-ona muloqotda bo'lmaydi, bola faqat passiv rejimda telefon ko'radi, muloqot nutq chiqishi orqada qolishi kuzatilyapti. Ba'zi ota-onalar shu kabi e'tiborsizlik bo'ladiki, mana praktikamizda ko'p ko'ramiz, bola eshitmaydigan bo'lib tug'iladi. Bola kar tug'iladi, lekin ota-ona unga e'tibor bermasdan, aytsam chaqirmayapti-da, o'zi shunaqada, film ko'rganiga chaqiryapti-da deydi. Lekin bu narsalarni albatta tekshirish kerak. Bola agar nutq chiqishi kechikyaptimi,
birinchi navbatda qulog'ini tekshirtiriladi, ya'ni eshityaptimi, eshitmayaptimi. Agar eshitishlari yaxshi bo'lsa, keyin neurologik muammolari bo'yicha shug'ullanish kerak. Agar shunaqa muammolar yuzaga kelmasin desangiz, bolangizga ko'proq vaqt ajratishingizni so'rab qolaman. Bola nerv tizimini elastik desak bo'ladi. Qayerga buksangiz, o'sha tomonga bukiladi. Bunday ota-onalardan talab, farzandingizda ko'proq vaqt ajratib individual shug'ullaning, ertaklar o'qib bering va o'yinchoqlar, mozaikalar, birgalikda mashg'ulotlarni olib boring. Bundan tashqari, nerv va xotira diqqatni oshirish uchun har xil multivitaminlar yoki bo'lmasa neyrokomplekslarni berib borishingizni ham tavsiya qilaman. Bular siz berayotgan bilimlardan tashqari bolani o'zini individual rivojlanishi uchun ham kerakli bo'lgan vitamin va moddalarni ta'minlab fundament sifatida ko'tarib boradi. Siz bularni to'ldirib borib, bu tomondan o'zingiz qo'shimcha ravishda bolaga podдержка bo'lsangiz, bola shuncha yaxshi rivojlanadi. Buning uchun vrach bilan maslahat qilgan holda nerv, asab va xotira diqqatni jamlash uchun bir qancha kerakli bo'lgan vitamin va minerallar bor. Bularni bersangiz, bolani o'sishi va rivojlanishi, bu tomondan siz o'zingiz ham bolani bilan individual ishlasangiz, birgalikda ko'tarib borasiz. Aqliy va jismoniy va xotira masalalarida xohlasa muammo bo'lmaydi. Bunaqa vitaminlar aptekalarda ham yoki hozir internet rivojlanib ketgan, internetda ham juda ko'p. Bulardan bittasi Vitaway kompleksi. Buni tarkibida o'zi aynan neyrokompleks bor. Uni tarkibida omega, lecitin, vitamin B6, B12, folat kislotalar tayyor mavjud. Xohlasangiz bundan, xohlasangiz hozir aytib o'tganimdek internet rivojlangan, ko'rish kerak, qaysi sizga ma'qul bo'lsa bersangiz bo'ladi. Bu ham individual, optimal yechim hisoblanadi. Agar farzandingizni o'sish va rivojlanishida eng kerakli, foydali maslahatlarni kun davomida bilib borish uchun Vitaway YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying, sizga aniq foydali bo'ladi.